Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada silahacırız. Washington'dan sözdeyimiz vatandaş bugün çislağ 2024 yıl 10. ayının 15. günü heptige Seyşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eşak acayip, dünyanın işleri acayip vatandaş. Hazırgısı 5-10 yıldan beri Koriya yerim yani Çavuşan teptinç bulup gelgen idi. Bir atal ok, bir atal raketa koyup bir şu çoğun gep emas tabi sağlıyorsanız. Tönügen çüşten keyin ben sizge bu sualını tayyarlıyorum, mavzunu tayyarlap sizge leksiya sözlük için bu arlıqda hazır. 14 saat öte deyli. Onda ciddileşti, çegira mundak boldu. Cenubi Koriya ciddileşti, onun Şimali Koriya'dan. Kim Jong-un ok atıman dedi, ok kılıman dedi degan geplarni bir xabar sifatida sizlarga vatandoshlarga yetkazmay turibman dunyoni ko'rdinglar vatandosh. Bugun endi Çavuşandan Kim Jong-un degan dastlabda ok atib, Janubiy Koreya bilan Shimoliy Koreya tutishadigan yo'ldagi asfalt yo'llarning bo'ligini, hatto ikki tarafga qatnaydigan temir yo'llarning bir bo'ligini partlatib resmi urush demişsiniz mi endi hazır to'qinish şekilde Koriya yerim arlıda vaziyet ciddileşti vatandaş. O'rta Sharqni ko'rib turibsiz, O'rta Sharqning ahvoli bir yildan oshdi. O'rta Sharqdagi bu ishlarga hatto Jungo Kompartiyasi aralashib, hatto Isroiliyaning Vazir Netanyahu bilan Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi ko'rishganligini shunda g'ilpalli ko'rib qoldim. Lekin yozma xabarni ko'rmadim, kechiring vatandosh. O'tiribdiki vaziyatga aralashyapti Jungo deyli. Hozir Çavuşan Koriya yerim aralidagi vaziyatga ya'ni Jungo aralashganda ya'ni Mauning xonim bayonachi Mauning xonim o'tirg'i chiqibdi. U inglizcha buyuribdi, xitoycha to'g'ri xabar yo'q. Hazır hesapta O'rta Sharqda o ahval Şimali Asiyada, Şarkı Şimali Asiyada, Koreyada bu ahval. Bu ahvalda her iki taraf Çavuşan yoki Koreya chekinadigandak emas. Bularning alfaz yoki vaziyat tutgan pozitsiyasi intayin jiddiy vatandosh. Endi mushu orliqdan shuni to'g'rilab tursangiz, yana ikki voqea. Mesela Jungo'nun veziri Li Chang tünügüllatin Pakistan'ı ziyaret kıldı. Tuyuksuzlar. Bu Pakistan'ı ziyaret kılışken hayran kaldığım bir tarafınız ben silah yetkizdim vatandaş. Nime yapıyorsunuz? Şanghay Hemkarlık Teşkilatı. Bu yıl dedik, öktebir de dedik. Vladimir Putin bu yığına katlaştı. Bu yığın Rusya'nın yani Tataristan'ın Kazan şehrinde içildi dedi. Ben sizge şunda yetkizdim vatandaş. Hazır endi bu tuyuqsuzluğun hata gördüm ya hata emas. Li Chang vazir Jungo'nun Pakistan'ı ziyaret kıldı. Pakistan'da Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yığını elçilidi. 4 gün şunun katlaşıdı. Buna hayran kaldım vatandaşım. Neymiş ki? Desep sen Kazan'da, Tataristan'ın Kazan'da açımen dedin. Yok, kaççıdı bu yığın endi. Neymiş ki? Pakistan'ı yetkilip kaldı. Hatta şunu depti koyulgan mavzudu mu hem? Şunda koyuluptu, nime desiniz? Şunda koyuluptu, mesela buna nime deydi? Pakistan'ın veziri Şahbaz Şerif, Pakistan payitahtı İslamabad'da Jungo'nun veziri Li Chang'ni qabul qildi deydi. Anda bu tuyuqsiz. Jungo'nun veziri az uchraydigan ahvolda ko'rdingiz mi? Jungo Pakistan veziri ciddileşken bir payt Pakistan'ı ziyaret qildi. Az uçuraydı ama tuyuqsiz. Benim bu yer davet qildim. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yığını Kazan'da, Tataristan'da içilattı. Bu qandaqsa Pakistan yetkilip kaldı. Ben bunun hayran vatandaş. İkincisi, delmuş arlaktı. Mesela Çavuşan Koriya yerim arıldı bu kriz partlığında. Mesela Li Chang Pakistan'ı ziyaret kılıp Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yığını katnışta karar kılganda. Yani siz tuyuqsuzluk his kıldığın bir iş, Rusya Federasyası'nın Devlet Müdafiə Ministeri yeni Andrey Belousov Beijing'e gidip geldi ya.
Shundaqmi, bu ishlarni nima deymiz masalan? Beijingga yetib keldi, Pokistonda Shanxay hamkorlik yig'ini. Rossiya Federatsiyasining davlat mudofaa ministri Beijingga yetib keldi. Bu xabarlar ketdimi? Arlıqda biz sizlarga so'zildik, vatandoshlar masalan, Tayvanning prezidenti Lai Ching-te davlat bayrami kunida masalan. Qo'sh oktyabr, ya'ni 10-oyning 10-kunida. Tayvanda so'zlagan so'zini 8 nuqtalik prezident Lai Ching-te'ning 8 nuqtasi tahlil qilinmadik. Yani arlıqda bir tahlil qilishimiz mumkin bu ne vatandaş? Oturup qo'ydi, gapning o'zi nima desiniz, bu 8 nuqtada Lai Ching-te Cunguni bir gavda. Yani shundaq dedi-ku, Jungu davlati dedi-ku. İkincisi Tayvanni bir gavda. O'tir holat mushuna ko'tarib chiqdi Lai Ching-te deyli. Sen shuningdan o'ch elish uchun, masalan, Lai Ching-te'ning davlat nazariyasining o'ch elish uchun arliqda tunugullardan Jungu Birleşme Xanjar 2024 bir belgilik harbiy manevrini başladı vatandaş. Tayvan'da aylanıp yoki Tayvan'da qo'rshovli shaklda harbiy manevrini başladı. Muddat 4 kun. Ala shahrini deymiz vatandaş. Fakat Amerika Qo'shma Shtatlari bayonot e'lon qilib, Yanjong Guanche dedi. Senin bu hareketin, bu manevr hareketine biz qattiq diqqat qilamiz dedi. Angliya ifade bildirdi Tashqi ishlar ministrligi. Fransiya ifade bildirdi Tashqi ishlar ministrligi. Bo'libmi Yevropa ittifoqi ifade bildirib, biz ikki taraf o'rtasidagi masalaning tinch yo'l bilan muqimlik ichida bir taraf qilinishini qo'llaymiz. Her iki tarafning tavakkalchilik yoki yakkaygona holda hozirgi holatni o'zgartirishga qarshi turamiz dedi vatandosh. Shundan keyin nima ish bo'ldi? Jungo Kompartiyasi hodiq qilib tikib etdi. Quyrug'ini hodiq qilib tikib etdi vatandosh. 4 kunlik harbiy manevr edi ya. Bir kun bo'lmay to'sha toshmayli Jungo Kompartiyasi 127 aeroplan qatim chiqarilgan va Jungo'ning harbiy parxodlari qo'shimcha qatnashadigan havo armiyasi bilan boshlangan bu manevr Amerika Qo'shma Shtatlari yuqoridagi ifade bildirib edi. Yanjong Guanche biz qattiq diqqat qilamiz. Burun bu ishlar bo'lib o'tgan Amerika Qo'shma Shtatlari burun shunday bayonot e'lon qilganmi, qilmaganmi mening tazkiyalimda xotiramda yo'q ekan. Bu qatam shunday bayonot e'lon qildi. Yazma şekil tahkimide. Şunun Jungo manevr o'tkazayotgan Jungo Kompartiyasi bir ayından hada qilib tikib etgan gap quyrug'ini eshigiga tiqib. Buni Chimpokon nima deb tasvirladi vatandosh? Chimpokon nima deb tasvirladi qara, Chimpokon deydi. Sen shundoq shiddat bilan manevr qilaman deding. Tayvanni qorshab olaman deding. 4 kun manevr qilaman deding. Nima bo'lding bugun? Hatta bir pay ok atmay. Manevr qildimda bir pay ok atmay tikib etding. Nima bo'lding bugun dedi. Chimpokon shunday savol qo'ydi vatandosh. Bu Tayvan bo'g'zining vaziyati endi ish tushgan bir vaziyat, hozir xalqaro jamiyatga yetib kelayotgan bir tahdid. Koreya bilan Chavshan nima bo'ldi degan gap. O'rta Sharq o holatda bugun Koreya bilan Chavshan Sharqi Shimol Osiyoda nima ishlardi degan gap. Bugungi vaziyatlarimiz mana shu vatandosh qisqacha anglab qo'yinglar.